Bismillahirrahmanirrahim. Dünyanın hər qaysı joylaridagi aziz qarindoshlarımizga Allohning bu go'zal salomlarini yo'llash bilan birga Tarixqa nazar programmamizning 5-sonini anglashinglarni qizg'in qarshi olamiz. Qadrli qarindoshlar, biz oldingi sonimizda 1-bob umumiy tarix, ya'ni tarix ilmining mohiyati, tarix qaynaqlari, inson umumiy tarixining boshlanishi qatorliq mazmunlarni huzuringizga sungan edik. Biz bugungi 5-sonimizda 2-bo'lim Türk tarixining bir xulosasi bo'lgan Türk tarixining boshlanishi, Türklarning umumiy ko'chish davri qatorliq mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Mikrofon oldida qarindishinglar Qahira Qadiri. 2-bo'lim Umumiy Türk tarixining bir xulosasi. Türk tarixining boshlanishi. Sharq dunyosining eng qadimgi tarixda rivoyat qilingan Xitoy, Hindiston va Eronning tarix va diniy kitoblarida, shundaqla o'rta asrda yozilgan Arab islom umumiy tarix kitoblariga qaraganda, bugungi istilohda Sharqi Turkiston va G'arbiy Turkiston deb atalgan mamlakatlarning tarixi dunyoning eng qadimgi va intayin muhim tarixlari deb qaraladi. Yana bu asarlarda ittifoq bilan fikr birligiga kelingan bir masala Türklarning ana yurti Osiyoning sharqidan g'arbigacha so'zilgan poyonsiz O'rta Osiyo yayloqlari bo'lib, bular Osiyo qit'asining bel o'murtqisini tashkil qiladi. Bu yayloqlarning o'rta qismining egizligi va kengligi haybatli bir manzaraga ega. Bu o'rta qism Himolaya tog' tizimlari, Xazar dengizi va Bayqal ko'li orasida bo'lib, dunyoning eng egiz va eng keng munbat yayloqlaridan iborat. Osmonga taqashqudek egiz tog'lari, buyuk baraqsan o'rmonlari, qo'rqinchli jangallari va suv bo'ylariga joylashgan yop-yeshil obod shahar kanatlari o'rta qism yayloqlarda bir-biriga giralishib ketgan. Mana bu shaklda ta'riflangan O'rta Osiyo yayloqlaridagi sharqda Qidirxon tog'laridan boshlab, shimolda Bayqal vodiysi, Altay tog'lari, g'arbda Idil daryosi, Xazar dengizi, janubda Hindukush, Pamir, Qaraqurum va Qorong'u tog', ya'ni Ko'ylin tizimlari va Seriq daryo, ya'ni Xuanxo bilan qaytadan Qidirxon tog'lari bilan tutishadigan bir siziq ichidagi bu joylar Türklarning ana yurtidir. Bu mantiqa tarixiy bilinmagan chog'dan tartib hozirgacha Türklarning makoni va yurti bo'lib keldi. Türk qavmlari bu joylardan dunyoning har tarafiga hijrat qilib, dunyoni obod qilgan edi. Türk tarixining boshlanishi deyishdagi maqsadim Türklarning kimning avlodi ekanligi yoki ularning nasab silsini bayon qilish emas. İslam tarixlarida bu haqda bayonlar bo'lsa-mu, bularni hozirgacha to'g'ri deb ayta olmaymiz. Chunki bular Isroiliyatdan va Mo'ng'ul milliy afsonalardan ilingan. Maqsadim ilmiy tadqiqotlar va tarixiy vasiqalar o'tirib qo'ygan faktlarga asosan Türklar to'g'risida qo'lga kelgan eng qadimgi ma'lumotlarni taqdim qilishdir. Geologiya va arxeologiyaning tadqiqotlari natijasida kashf qilingan ma'lumotlarga qaraganda, hozirgi zamonimizdan 12 ming yil burun bu Türk ana yurtining holi hozirgidek cho'llari ko'p, nupsi oz emasdi. U chog'larda Tangri tog'lari, ya'ni Tianshan butunlay mustaq bo'lib, bu tog'dan 4 atrofga yuzlarcha daryo eqib, munbat tuproqlarni sug'uratdi. Qorong'u tog', ya'ni Ko'ylin tizimlaridami hozirgidan nechasi ko'p eqinlar eqib, Taklimakan cho'lini boshdan oyoqgacha suv bilan ta'minlaydi. Oral va Balqash ko'llaridek ishki dengizlarmi nurg'un edi. Lopnur ko'limi bugungidan ko'p cho'ng bir ishki dengiz bo'lganligi hammaga ma'lum. Mana bu sababdan tabiiy iqlimda hech bir qumliq cho'l yo'q edi. Munbat tuproqlari, xilma-xil o'simliklari, sonsiz yovvoyi hayvonlari va har xil yer osti boyliqlari bilan to'lib toshgan edi.
iqlim va tabiatdagi bu sharoitning taraqqiyot va madaniyatga bo'lgan qulayligidan turklar boshqa insonlardan baldur madaniyatga qadam qo'ygan. Boshqa yerlardagi insonlar texi o'nkirlarda va daraxt kamonlarida yashab, tosh davrini beshidan o'tkazayotgan chog'larda turk ana yurtida bu tosh davri allaqachon oyoqlashib, madan davri boshlanib, mis va tush davri taraqqiy qilmoqda edi. Turklar madanlarni kashf qilib, qurol yarog, terilg'u saymonlari va oltindan zinnat buyumlari yasab ishiltib, hatto bularning tijoratini boshlagan edi. Yayloqlardan yava bug'doy, arpa qatorliq dallarning urug'ini tepib kelib, suv bo'ylarida terib o'stirish bilan keng terilg'u etizlarni barpo qilgan edi. Turar joy va terilg'u yerlarining atroflariga qurg'on yasab, shaharlar bino qilgan. At, eshak va to'giga o'xshash uloqlari, qo'y, o'chka va koladan iborat chorva mollari umumlashgan. Sapaldan ko'za, qochqumush yasash san'ati xili taraqqiy qilgan edi. Bu haqda kitobimizning 2 tomi, ya'ni izohat qismida tafsiliy bayon qilamiz. Turklarning umumiy ko'chish davri. Qadimgi zamonlardagi turk ana yurtining avod bayoshat vaziyati yuqorida bayon qilindi. Bir yurtning tuprog'ining munbat, suyining mo'l va havosining go'zal bo'lish qatorliq omillari xalqning madaniyat jihatda tez yuksalishi, nopsining sur'at bilan ko'payish uchun muhim asos bo'lganligi hammaga ayon. Mana bu sabablar bilan turk ana yurtida qadimgi turk nopsi nihoyatda ko'p bo'lib, yurt shaharlar gullab yashnab ketgan edi. Yana bir tarafdan yomg'ir yeshin oz yig'ib, suv manbalari oz qolgan, Tangir tağları va qarang'u tog'larning aslidagi muzlari erib tugab, uning tarmoq eqillari qurib ketgan. Yana bir tarafdan ishki daryolar va ko'llarmi qurishga boshlagan. Natijada yuzlarcha daryo qurib ketib, qurg'oqchilik ofati boshlagan. Nopusning haddidan ortiq ko'payishi va qurg'oqchilik ofatlari xalqning tirikchiligini qiyin ahvolga tushirib qo'ygan. Shuning bilan har qaysi qabilalar o'z hayotlarini saqlab qilish uchun boshqa birining ustiga tajovuz qilib va mag'lub bo'lgan tarafni haydab chiqarib, yer suvlarini ishg'ol qilishdek ishga urush har tarafni qoplagan. Shuning bilan bir qism xalq o'z yerini tashlab taraf-tarafga ko'chib ketishga majbur bo'lgan. O'z yerlarini tashlab chiqib ketgan ko'chmanlar asta-asta dunyoning har qaysi taraflarga tarilib, o'z hayotlariga munosib bir yer tepishga boshladi. Tarixchilar bu dastlabki ko'ch davrining hozirgi kundan taxminan 9000 yil burun yuz berganligini birdak e'tirof qilmoqda. Bu ko'chishlardan bir qismi xuddi oldini to'sqili bo'lmaydigan kalkundak qahri g'azabi bilan ilgirlab, bag'onli yerdagi xalqlarni yo'qotish, haydab chiqarish yoki o'zlariga bo'ysundirishdan iborat edi. Ba'zir bo'lsa qumga singib ketgandek sezdirmasdan amalga oshdi. Bular bag'on yerdagi xalqlarga madaniyat va insoniy axloq o'rgatib, hokimiyat beshidagilarga bo'ysunib, hamkorlashib yashab o'z hayotlarini ta'minladi. Bu ko'chishlar bir asrda yuz bergan emas. Balki millatdan burungi 7-8 ming yil ilgaridan boshlab, milodiy 4-asrdagi Siampi ko'chishiga qadar davom qilgan. Ondan keyin Ko'kturk, Uyg'ur, O'g'uz, Seljuk, Xitoy va Mo'ng'ul ko'chishlari tarix o'qigan hamma kishiga ma'lumdir. Bu umumiy ko'chishning turk ana yurtidan dunyoning 4 tarafiga ketgan yo'llari, boshlanish nuqtasi va berib to'xtagan joyi birinchi xaritada ko'rsatildi. Tövəndə yalğız Şərqi Türkistondan chiqqan qafila, ya'ni karvon to'g'risida bir oz to'xtalib o'tamiz. Turpan o'lkasidan yo'lga chiqqan ko'chmanlar karvonining bir tarmog'i to'g'ri sharqqa qarab mengib, O'rta Xitoy, ya'ni Seriq daryo, ya'ni Xuanxe va Ko'k daryo, ya'ni Yangzijang o'rtasidan Xitoyning eng munbat va yeshillik bo'lgan o'lkasini egallab yerlashdi. Lob o'lkasidan chiqqan 2 tarmoq qafiladan biri sharqiy janub tarafga qarab yo'lga chiqib, Ko'k daryosining bosh tarafiga, hozirgi Sichuan va Yunnan o'lkalarida yerlashdi.
Xitayning bu joylardagi insonlari texcha tamoman vahshiy edi. Turk ko'chmanlar bularni joylardan haydab chiqadi. Ular tog' va cho'l bayovonlarga qechib berib, shu yerda tugishib ketdi. Bu karvanning ikkinchi tarmog'i janubga qarab mengib, Ko'k ko'l, ya'ni Ko'ktura, hozirgi Qinxay atrofiga berib, u yerdami uzun turolmay 3 tarmoqqa bo'linib, biri Sichuanga, biri Hindichinga, yana biri Hindistonga berib yerlashdi. Trim, ya'ni Tarim vodisidan, ya'ni bugungi Oltishar o'lkasining o'rta qismida qurg'oqchilik ofatiga uchrab, qurib ketgan Taklamakan qismidan yo'lga chiqqan ko'chmanlar arqa-arqadan G'arbiy Tibet va Pamir yo'llari bilan mengib, Hindistonga to'plandi. Bular Hindistonning eng munbat yeri bo'lgan Sind, Ganga va Brahmaputra daryolari vodisiga yerlashib, yerlik xalqlarni janubga surib, o'ziga bo'ysundirib, bu joylarda Avat shahar va o'lkalar bino qildi. Bu tafsilotlar zamonimizda Sindik daryosi bo'yidagi Harappa, ya'ni Harappa va Mohenjo-daro shahar xarobalarining arxeologik qizib tekshirilishi jarayonida topilgan materiallardan isbotlandi. Milodidan ilgari 2500-yillari Tarultay, ya'ni Tarbag'atay va Ili rayonlaridan yo'lga chiqqan karvonlar Udul g'arbga mengib, Oral tağlardan aşqandan keyin 4 qo'lga ayrilib, butun Shimoliy Yevropa, Fransiya, Angliya va Irlandiyaga ishg'ol qildi. Tağ o'nkirlarida va daraxt kamallarida teqcha ibtidoiy davr hayot yashayotgan yerli xalqlarni o'ziga bo'ysundirdi. Qara eritish vodisidan, ya'ni hozirgi Altay viloyatidan bir qafila shimolga qarab yo'lga chiqib, Sibiriyani egallab, Shimoliy Muz dengizigacha taraldi. Bu karvan bo'lsa milodiy 4-asrda Sharqiy Turkiston xonliq davlatlaridan mag'lub bo'lib, shimolga ko'chishga majbur bo'lgan Siyampi tatar turklari bo'lib, bularning markazi Qara eritish va Tano'ola tog'lari edi. Sharqiy Turkistondan ko'chgan turklarning umumiy ko'chish ahvoli yuqorida qisqacha bayon qilindi. Buningdan Sharqiy Turkistondan ko'chganlarning hammadan ko'p bo'lib, egallagan yerlarning muhim joylar ekanligini ko'rgili bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, dunyoning boshqa joylari texi madaniyatdan xabarsiz, qarong'uliq bir davr ichida yashamoqda ekan, turk qavmlari ilm va madaniyat ne'matlariga erishib, Xudo vand karimning uningga ato qilgan boshqa joylardagi bandalarni ilm va madaniyat ne'matlariga ega qilish va yer yuzini obod qilishdek ulug' bir vazifani amalga oshirgan. Chunki turklar ba'gan joylarga o'zining ilm, san'at va madaniyatlarini ilib bordi va yerli xalq o'rgatdi. U yerni o'z ana yurtidek obod qildi, buyuk shaharlar bino qildi. Ko'chish davridan keyingi turk ana yurti. Ko'ch davrida bo'lsin yoki ko'chdan keyingi chaqlarda bo'lsin, mayli turk ana yurtida yoki turklar ko'chib berib obod qilgan yurtlarda bo'lsin, turklar yuksak madaniyatga ega biror xonliqi, ya'ni har xil nom bilan bir idora birliklarini qurib chiqdi. Masalan, Sharqiy Turkistonda Tarim vodisi bo'ylarida hozirgi Oltishahar, Turpan rayoni, Issiqko'l atrofi, Yetsu, Ili vodisi, hozirgi Shimoliy Mo'g'ulistonda Selinga va O'rxun daryo bo'ylari, hozirgi G'arbiy Gansu deb atalgan Qara daryo bo'ylari va Chu daryo bo'yidagi qadimgi zamonlarda Arg'u deb atalgan yurtlarda va G'arbiy Turkistonda Sir daryosi havzasi, O'guz havzasi va Zarafshan daryo havzasi qatorliq joylarda o'xshamagan davrlarda g'oyat ustun madaniyatlik yurtlar barpo qildi. Sharqiy Turkistondagi yuqorida aytilgan bu yurtlarning hammasi suv bo'ylariga joylashganlikdan, bu yurtlar bir-biridan orasidagi keng ketgan qum cho'llari va egiz tog'lar hosil bo'lishi orqali ayrilib, farqli ismlar bilan atalgan. Xalqlarimo shu yer ismlari bilan atalgan. Masalan, Xotanning asli ismi Udun bo'lib, xotanliklarmi Udun deb atalgan. Qashqar xalqi Qashqir deb atalgan.
Ba'zi olimlar Irondagi Qochar degan turklarning asli shu Qashqar turklari bo'lsa kerak deb qaraydi. Kucha deganmi shu joydagi yerli xalqning ismi ekanligi rivoyat qilinadi. Aqsu o'lkasining ko'ni ismi 3 edi. Yaqinqi zamonlargacha bu ism bor edi. Rivoyatlarga qaraganda bu o'lkada 3 qabila yashaydi ekan va bular bir hokimiyat ostida bo'lganliklari uchun 3 deb atalib, xalqmu 3 deyildi ekan. Kunsiri taraqqiy qilib, ilm-fan, san'at va madaniyat sohasida yuksalgan bu o'lkalarning har biri o'z oldiga bir mustaqil idora ostida bo'lib, raisi xon deb atalgan. Xonning qo'l ostidagi hukmdor bek deb atalgan. Bularning idora tashkil tuzumi yasoq yoki tuzut, ya'ni qonun tuzum bilan boshqarilganligi haqida ko'plagan ma'lumotlar bor. Bir zamonlarda Sharqiy Turkistonning 6 shahar, Issiqko'l va Cho'daryo bo'yidan iborat g'arbiy qismida 10 mustaqil xalq davlat bor edi. Kuchu, ya'ni Turpan, Ili, Emil, ya'ni Tarotay, Tarbag'atay, Altay va Beshbaliqdan iborat sharqiy qismida bo'lsa 9 xalq bo'lganligi rivoyat qilinadi. Bu xalqlarning qachongacha davom qilganligi haqida aniq ma'lumot yo'q va bu davrdagi hodisalar to'g'risidami ishonchli materiallar yo'q. Bu xalqlar ichida davomli ichki urushlar yuz berib turgandan boshqa tashqaridan keladigan tajovuz xavfimi har doim mavjud edi. Bu sababdan xalqlar birlashib buyuk bir davlat tashkiloti ostiga kirdi. Buni tövanda bayon qilamiz. Qadimgi turklarda yeziq. Qadimgi turklarda yeziq ko'ch davridan ilgari bor edi. Yeziq putuk deb ataladi. Yeziqning shakli qadimgi Misr yeziqiga o'xshab ketadigan rasm va shakllardan iborat edi. Fırat va Dijla daryolari bo'yiga ko'chgan Sumar va Oqqat turklari bu joylarda o'zlarining yeziqini umumlashtirgan. Bu yerda ko'ch davri va uningdan keyingi asrda turklar orasida umumlashgan yeziqni bayon qilamiz. Ko'kturk davlati davriga oid Orxun va Yanse daryo bo'ylaridan tepilgan mangu toshlarda bu xil yeziqlar ko'p uchirganlikdan tarix olimlari bu yeziqlarga Köktürk elifbasi va yoki Orxun Yanse yeziqi deb nom bergan. Men bularni qadimgi turk elifbasi deb atash munosib deb hisoblayman. Chunki bu elifba bilan yozilgan asarlar boshqa butun turk yurtlarida o'tirg'i chiqmoqda. Bu elifba 38 ishorat, ya'ni harfdan iborat bo'lib, bulardan 4 so'ziq tovush, qolgani uzuk tovush harfidir. Yozganda o'ngdan so'lga yoki yuqoridan tuvanga qilib yoziladi. Qadimgi turklarda bulardan boshqa bir qancha xil yoziq shakllari bor bo'lib, bular bir qabila yoki bir yurt aholisi bilanla cheklik edi. Butun turk aymoqlari ichida umumyuzda qo'llanib kelgan elifba tuvanda biz ko'rsatgan elifba edi. Hatto shu zamonlarda Yevropada hukm surgan turklarmi bu yoziqni qo'llangan. Keyincha alayda elifba ishlatishga boshlagan. Uyg'urlar tamlarga, obidalar, ya'ni ibodatxonlar, mazar toshlarga va boshqa tosh o'yma kitoblarda, ya'ni yozma yodgorliklarda bu elifbani qo'llangan. Milodiy 7-asrga kelganda bir qancha tarixiy sabablar bilan Orxun yezig'i amaldan qilib, Uyg'ur elifbasi umumlashdi. Buning tafsilotini Uyg'urlar degan bobda bayon qilamiz. Qadrli qarindoshlar, shunday qilib vaqt munosabati bilan tarixga nazara programmamizning 5-soni mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh yangi son programmamizda ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Ko'ngil qo'yib anglaganinglarga rahmat. Allohga omonat.